Bugun qanday dars qilish kerak, qancha dars qilish kerak, qanday qilib dars qilish davomiyligimizni 10 soatdan 16 soatgacha oshirish mumkin. Bu haqida ham gaplashamiz. Bundan tashqari, men bir vaqtlar bir sutkada qanday qilib 22 soatlab dars qilganim, hozir o'rganish formulasini yaxshi bilganligim uchun 22 soatlik samarani bor yo'g'i 4-5 soatda olayotganligim haqida ham gapirib beraman. Insonlar orasida ma'lumotlar almashinuvi juda ham tezlashib ketdi. Har 2 yilda dunyoda mavjud bo'lgan ma'lumotlar ko'lami, hajmi 2 hissa oshmoqda. Har yili 3 millionga yaqin kitoblar nashr qilinmoqda. Agar esimdan chiqib qolsa yoki tushunishga qiynalishni boshladimmi, demak aynan qaysi qismida muammo bo'layotganini aniq bilaman. O'sha qismni shunday tuzatishim bilan o'rganishim tezlashadi. O'sha miyamdagi qiyinchiliklardan darholda xalos bo'laman. Bu sodda sxemani tushunib olar ekansiz, ilm olish samaradorligingiz inshaalloh 10 hissa oshadi. Xato signali paydo bo'lishi bilan miyamizda favqulodda holat e'lon qilinadi. Ya'ni bu ma'lumot qanaqa ma'lumot? Nega bizni eski bazamizga o'xshamaydi degan savollar miyani qiynashni boshlaydi. Shu jarayonda tez o'rganish, ya'ni rapid learning boshlanib ketadi. Mana shu bizni miyamizning eng kuchli siridir. Bugungi mavzuning siri ham aynan shu joyda yashirilgan. Diqqat qilasiz. Demak, biz xato qilmasak o'rganmas ekanmiz. Bugungi mavzuni, o'rganish formulasini yaxshiroq tushunib, o'zingizni hayotingizda qo'llay olishingiz uchun uni asl mohiyatlarini tushunib yetishingiz kerak bo'ladi. Asl ma'nosini tushunadigan bo'lsangiz, Alloh taoloning mo'jizalarini his qilishni boshlaysiz. Nima uchun qadimda ulamolarimiz juda ham qiyin sharoitda yashagan bo'lsa ham samarali ilm ola olgan. Lekin biz sun'iy intellektlar davrida yashamoqdamiz. Lekin hech narsani o'rgana olmayapmiz. Ilm olishdan avval diqqatini bir joyga jamlamagan o'quvchi darsdan keyin atigi 20 daqiqadan so'ng o'rganganlarning 40% ni unutib yuboradi. 1 soatdan keyin esa 58-60% ni, 24 soatdan keyin esa 70 qariyb 80% ni to'liqligicha unutib yuboradi. Bu juda ham qo'rqinchli statistika. Olimlar aytadiki, o'rganishni yer yuzida shu paytgacha aniqlangan eng samarali texnikasi mana shudir deb aytadi. Shu texnika haqida sizga aytib bermoqchiman. Assalomu alaykum azizlar. Sarchashma loyihasining 6-soniga xush kelibsiz. Bugun sizlarga ilm olish samaradorligingizni 10 martagacha oshiradigan o'rganish formulasini Allohning izni bilan ko'rsatmoqchiman. Bu formula ilmiy isbotlangan bo'lib, miyamizning ishlash mexanizmiga to'liq mos keladi. Shuningdek, formulaning samaradorligiga nitro qo'shadigan 20 dan ortiq texnikalarni ham ko'rsatib bermoqchiman. Xo'sh, nima uchun bunday qarorga keldim? Ko'plab talabalar, o'quvchilar bilan ishlayman. Ularni biri menga aytadiki, milliy sertifikatga ko'plab imtihon topshiryapman, yaxshi natija qila olmayapman desa, yana biri mavzularni yaxshi tushunmayapman deydi. Boshqasi IELTS imtihonlariga tayyorlanyapman, qanday dars qilishim kerak, maslahat bering deydi. Ba'zi o'qituvchilar, o'quvchilarim darslarimni yaxshi tushunmayapti desa, o'z biznesiga ega bo'lgan tanishlarim bir sutkada 1-2 soat vaqtim bor. Qanday qilib qo'shimcha bilimlarni tezroq, samaraliroq o'rgansam bo'ladi deydi. Ishonib aytamanki, bugungi video yuqoridagi barcha savollarga javob bo'ladi inshaalloh. Shuningdek, bugun qanday dars qilish kerak, qancha dars qilish kerak, qanday qilib dars qilish davomiyligimizni 10 soatdan 16 soatgacha oshirish mumkin. Bu haqida ham gaplashamiz. Bundan tashqari, men bir vaqtlar bir sutkada qanday qilib 22 soatlab dars qilganim, hozir o'rganish formulasini yaxshi bilganligim uchun 22 soatlik samarani bor yo'g'i 4-5 soatda olayotganligim haqida ham gapirib beraman. Bugungi video dalillarga, ma'lumotlarga juda ham boy bo'ladi. Daftar va qalamlaringizni tayyorlang, biz boshladik. Keling, mavzuga kirishdan avval nima uchun samarali o'rganish hayot-mamot masalasi ekanligini sodda qilib tushuntirib bersam. Bu formula hayotingizga zarur bo'lgan ilmlarni o'rganishingizga yordam beradi, vaqtingizni tejaydi, muvaffaqiyatga erishishingizga sabab bo'ladi, to'g'ri. Lekin ko'pchilik e'tibor qilmaydigan bir jihatiga diqqatingizni tortmoqchiman. Avvallari ma'lumotlar kam edi. Bir necha radio va televideniya kanallari bor edi xolos. Hozir esa biz ma'lumotlar toshqini davrida yashamoqdamiz. Televideniya o'rnini millionlab kanallari bo'lgan ijtimoiy tarmoqlar egalladi. Insonlar orasida ma'lumotlar almashinuvi juda ham tezlashib ketdi. Har 2 yilda dunyoda mavjud bo'lgan ma'lumotlar ko'lami, hajmi 2 hissa oshmoqda. Har yili 3 millionga yaqin kitoblar nashr qilinmoqda. Bundan ko'rinadiki, ma'lumotlar ko'pligidan o'z sohangizda mutlaq zo'r bo'lib ketishingiz deyarli imkonsiz. Nega ba'zilar oyiga 2 million, ba'zilar 20 millionlab topadi? Chunki o'rganish qiyin bo'lgan kasblar har doim qimmat turgan. Agar sizning ishingizni o'rganish oson bo'lsa, demak, maoshingiz ham shuncha oz bo'ladi. Istalgan vaqtda istalgan odam o'rningizni egallab qo'yishi mumkin. Yoki aksincha, agar sizning ishingizni o'rganish qiyin bo'lsa, demak, qadringiz ham, maoshingiz ham shunchalik katta bo'ladi. Demak, axborotlar toshqini davrida sizning xavfsizlik kamaringiz bu hech kim o'rgana olmayotgan yoki qiynalib o'rganayotgan narsalarni
tez va samarali o'rganib olish mahoratingizdir. Aynan mana shu formulani bugun sizga o'rgatib bermoqchiman. Mana bu ko'rib turganingiz miyamizda ilmning hosil bo'lish zanjiridir. Bu zanjir bor yo'g'i 5 ta bekatdan iborat bo'lib, birorta bekatda xatolikka yo'l qo'ysangiz, qolgan bekatlar shunchaki behudaga energiya sarfiga aylanadi. Keling, bu har bir bekatga to'xtaymiz, tushamiz va qaysi bekatda qaysi vintni burasak, bizni mana shu formulamizga nitro qo'shiladi, samaradorligi oshadi. Shu haqida batafsil gapirib o'tamiz. Bu sodda sxemani tushunib olar ekansiz, ilm olish samaradorligingiz inshaalloh 10 hissa oshadi. Keling, boshidan boshlaymiz. Birinchisi bu ishchi xotira. O'ylaymanki, ishchi xotira haqida avval eshitgansiz. Ishchi xotira nima? Bu tashqi dunyodan sezgi a'zolarimiz orqali, qo'llarimiz, ko'zlarimiz, quloq eshitish orqali, hid bilish, ta'm bilish orqali tashqi dunyodan kelayotgan ma'lumotlar birinchi bo'lib bizni miyamizdagi ishchi xotira qismiga kelib tushadi. Ya'ni miyamiz ishchi xotiradagi ma'lumotlarni abrobotga qilmaydi, ya'ni qayta ishlamaydi, shunchaki kelib tushadi. Sodda qilib tushuntiraman. Mana kompyuterga qaradim, bitta ma'lumot kelib tushdi, yoki markerga qaradim, bitta ikkinchi ma'lumot kelib tushdi, yoki kameraga qaradim va hokazo mana shunday ma'lumotlar keladi. Lekin bu ma'lumotlarni miyamiz tekshirmaydi, qayta analiz qilmaydi. Bu hozircha shunchaki ishchi xotira deb ataladi. Shu o'rinda savol tug'iladi. Bizni ishchi xotiramizda ma'lumotlar sig'imi cheklanganmi? Ha, albatta cheklangan. Bu Garvard bitiruvchisi Millerni sehrli 7 qoidasi bilan isbotlangan. Ya'ni bizni bir vaqtda ishchi xotiramizda bor yo'g'i 7 tagina aktiv ma'lumotlar bo'lishi mumkin ekan. Buni soddaroq qilib tushuntirib beraman. Marker deylik, bu birinchi ma'lumot, kompyuter ikkinchi ma'lumot, mikrofon uchinchi ma'lumot va hokazo mana shunday qilib 7 ta ma'lumot hozir miyamda mavjud deylik. Agar yana nimadir diqqatimni tortsa va 8-ma'lumot kirib keladigan bo'lsa, avvalgi eskisi, zaifrog'i bittasi o'chadi. Demak, xulosa nima bo'ladiki, ishchi xotira shunday joy ekanki, ma'lumotlar oqimi kirdi chiqdi bo'lib yotadi har doim, lekin 7 tacha ma'lumot aktiv holatda turadi. Ba'zilari o'chadi, ba'zilari kirib keladi, lekin hali bizning miyamiz ular bilan hisoblashayotgani yo'q va bizda hech qanday o'rganish jarayoni boshlanayotgani yo'q. Endi biz o'rganish jarayoniga o'tishimiz uchun ba'zi 2-chi, 3-chi bekatlarni ko'rishimiz kerak. 2-chi bekatga o'tishimiz uchun o'sha ishchi xotiradagi bitta ma'lumotni diqqatimiz yoki e'tiborimiz tortganligi sababli diqqat markaziga olamiz. Endi diqqat markaziga kelgan bu ma'lumot bilan miyamiz hisoblashishni boshlaydi. Qanday qilib hisoblashadi? Bizni avvaldan miyamizda mavjud bo'lgan bilim bazasi bilan bu solishtiriladi. E'tibor qilsangiz, bu joyda uzoq muddatli xotira sifatida 5-bekatga ko'rsatilgan. Bu bizni bilim bazamiz. Undagi bor ma'lumot bilan diqqat markazidagi ma'lumot solishtirildi. Solishtirilgan vaqtda agar o'xshashlik topilsa, muammo yo'q. Agar bilim bazamizdan farqli chiqsa yoki umuman yo'q ma'lumot bo'lib chiqsa, darhol xato signali paydo bo'ladi. Mana shu xato signali bizni o'rganish eshigini ochib beradi. Biz o'rganishga kiramiz. Xato signali paydo bo'lishi bilan miyamizda favqulodda holat e'lon qilinadi. Ya'ni bu ma'lumot qanaqa ma'lumot? Nega bizni eski bazamizga o'xshamaydi degan savollar miyani qiynashni boshlaydi. Shu jarayonda tez o'rganish, ya'ni rapid learning boshlanib ketadi. Mana shu bizni miyamizning eng kuchli siridir. Bugungi mavzuning siri ham aynan shu joyda yashirilgan. Diqqat qilasiz. Mana miyada o'rganish sodir bo'ldi. Bunda nima bo'lishi kerak? Bunda 3 ta ish bo'lishi mumkin. Birinchisi, kirib kelayotgan ma'lumot to'g'ri, eski ma'lumotimiz noto'g'ri bo'lishi mumkin. Shunda eskisini o'chirib, yangisini to'g'rilab qo'yadi. Yoki kirib kelayotgan ma'lumot xato bo'lishi mumkin. Kirib kelayotgan ma'lumotni to'xtatib, eskisi to'g'ri ekan degan xulosaga keladi miyamiz, yoki ikkalasi ham to'g'ri ekan degan bir kompleks yechim keladi. Mana shunda miyamizda o'zgarishlar sodir bo'ladi. O'zgarar ekan, demak u ham to'g'ri, bu ham to'g'ri degan xulosaga miyamizda nerv yo'llari o'zgardi. Mana shu o'zgargan holati bizni qisqa muddatli xotiramiz deb ataladi. Bu juda ham zaif bo'ladi. Tezda o'chib ketish ehtimolligi bor. Bir sutkada deyarli hammasi unutilib ketadi. Mana shu qisqa muddatli xotiramizda bizda minglagan ma'lumotlar bo'ladi. Nega? Chunki siz kun davomida ko'plab error, xato signallarni hosil qilasiz. Do'stingiz bilan yurganda nimadir o'rganasiz, ko'chada yurganda nimadir o'rganasiz, dars qilib nimadir o'rganasiz. Mana shu o'rgangan narsalaringizni hammasi error signallari, xato signallar sababli nerv yo'llari o'zgarishlari belgilab qo'yilgan bo'ladi va bular hammasi to'planib qisqa muddatli xotirani tashkil qiladi. Endi bu haqiqiy bilimmi desa, yo'q, haqiqiy bilim emas. Qachonki bu uzoq muddatli xotiraga o'tsagina haqiqiy bilimga aylanadi. Qanday qilib biz uni uzoq muddatli xotiraga o'tkazamiz?
Bor yo'g'i yo'li bitta. U ham bo'lsa uyqudir. Bu Alloh taoloning mo'jizasidir. Biz shuncha o'rgangan narsalarimizni uzoq muddatli xotiraga o'tkaza olmas ekanmiz, qachonki uxlamasak. Xo'p, uxlaydigan deylik. Bizni qisqa muddatli xotiramizdagi minglagan ma'lumotlar hammasi uzoq muddatliga o'tadimi deyilsa, yo'q. Statistik ma'lumotlar aytadiki, bor yo'g'i 20-30 tasi o'tadi. Bu juda ham kichkina raqam. Endi shu o'rinda savol: nima uchun qisqa muddatli xotiradagi biz o'zgartirib qo'ygan ma'lumotlar hammasi uzoq muddatliga o'tmadi? Bugungi mavzuni siri ham shunda. Keling, bu savolni javobini sodda qilib tushuntirib bersam. Bizni miyamizda milliardlagan nerv hujayralar bo'lib, ular qayerdan biladiki, aynan ba'zilarini o'tkazish kerakligini. Biz tunda tush ko'rayotgan vaqtimizda o'sha qisqa muddatli xotiramizdagi ba'zi ma'lumotlar mustahkamlanadi, ba'zilari o'chirib yuboriladi. Nima uchun ba'zilari mustahkamlandi deyilganda, mana shu tez o'rganish qismidagi sir sababli bo'ladi. Bizda xato signali hosil bo'lgan vaqtda xato signalining darajasiga qarab yoki diqqat markazimizdagi diqqatimizni, fokusimizni darajasiga qarab, mana shu xatolik yo'llariga, xatolik paydo qilgan nerv yo'llariga kimyoviy modda qo'yiladi. Buni sodda qilib bayroqcha qo'yib qo'yiladi desak bo'ladi. Mana shu bayroqchalar ba'zilariga 3-4 ta, ba'zilariga 2 ta, ba'zilariga bitta, ba'zi xatolik signallariga umuman bayroqcha qo'yilmaydi ham. O'sha qaysida bayroqchalar ko'p bo'lsa, biz uxlaganimizda mana shu bayroqchasi borlar mustahkamlanadi, kamlari kamroq mustahkamlanadi, yo'qlari shunchaki kerak emas ekan deb o'chirib yuboriladi. Mana shu holat o'rganishning umumiy sxemasi bo'ladi. Endi sxemani asosiy xulosasini aytadigan bo'lsam, bizda o'rganish qachon boshlandi? Ishchi xotirada emas, ishchi xotiradan bitta ma'lumotni diqqat markazimizga olganimizda ham emas, o'sha olgan ma'lumotimizni tekshirganimizda xatolik chiqsagina o'rganish boshlandi. Demak, biz xato qilmasak o'rganmas ekanmiz. Sxemani ikkita qismga ajratish mumkin. Mana bu qismi o'rganish zonasi deb ataladi. Xatolik signali, qisqa muddatli xotira va uyqu. Mana bu qismi esa avtopilot qismi deb ataladi. Insonlar umrining asosiy qismini avtopilotda o'tkazadilar. Nega desa, chunki miyamiz bu qismiga ko'p energiya sarflamaydi. O'rganish qismida juda ham ko'p o'zgarishlar sodir bo'lganligi uchun miyamiz bu qismiga juda ko'p miqdorda energiya sarflaydi. Shu sababli ham o'rganish ko'pchilikka qiyin tuyuladi. Miyamiz esa energiyani tejashga ixtisoslashgan juda ham katta ulkan mashina hisoblanadi. Endi uni samarali qilish haqida gaplashishimiz kerak. Faqat bitta savol tug'iladi shu o'rinda. Xo'p, xato signal chiqsa o'rganar ekanmiz, xato signali chiqmasa-chi? Bu juda ham muhim savol va biz avtopilotga tushib qolishimizni sodda qilib bir tushuntiraman, keyin asosiy samaraga o'tib ketamiz. E'tibor qiling, agar diqqat markazimizda turgan ma'lumot xato signalini bermasa, bizda xatolik yo'q deyiladi va avtomatik tarzda ish bajarilib ketadi. Bu nima degani? Masalan, siz qorong'i xonaga kirdingiz, ko'zingiz orqali xonaning qorong'iligini his qildingiz va u diqqat markazida turibdi. Bizni eski bazamizdagi ma'lumot buni tekshirdi. Hech qanday xatolik chiqmaydi, chunki siz qorong'ilikda avval ham ko'rgansiz va qorong'ilik paytida nima qilishni bilasiz. Darhol borib avtomatik tarzda avtopilot rejimida siz chiroqni yoqasiz. Bo'ldi. Bunda siz qorong'i xonada hech narsa o'rganmadingiz bu jarayondan. Demak, xatolik signali chiqmayaptimi? Demak, siz hech narsani o'rganmayotgan bo'lasiz. Keling buni bir ilm olish jarayoni bilan bog'lab o'rgansak. 1-sinf o'quvchisi matematika darsida o'tiribdi. U ilm olish jarayoni qanday sodir bo'ladi, shuni ko'rib chiqamiz. Keling, o'quvchiga mana bunday ko'rinishdagi masala berilgan. Bu juda ham oson masala. O'quvchining diqqat markazida turibdi. O'quvchining diqqat markazida turgan bu ma'lumotni miyasi tekshirdi va tekshirganda xatolik yo'q deb chiqadi. Nega? Chunki o'quvchi qo'shish va ayirish qoidalarini yaxshi bilardi. Shu sababli u 8 dan 3 ni ayiradi. 5, 12 ni qo'shadi, javob 17 deb chiqardi. Mana shu javob chiqargandan keyin keyingi masalaga o'tib ketsa ham bo'ladi, lekin ba'zi tajribali o'quvchilar nima qiladi? Kitobning orqasidagi javob bilan solishtiradi. Rostdan ham javob 17 ligi tasdiqlansa, unda qisman rivojlanish bo'ladi. Shunda ham o'rganish sodir bo'lmaydi. Nega? Chunki bizada xato signali chiqmadi. Xo'p, bu ishimiz befoydami deyilsa, qisman foydali bo'lishi mumkin. Aynan mana bu uzoq muddatli xotirani mustahkamlash uchun. Ya'ni mana bu uzoq muddatli xotiradagi ma'lumotni biz bu yoqqa chaqiraversak, bu kabi masalalarni tezroq yechadigan, avtomatik tarzda yechadigan bo'lib qolamiz xolos. Lekin yangi narsa o'rganmadik. Xo'sh, bundan xulosa chiqadiki, biz xato qilmayapmizmi? Demak, o'rganmayapmiz. Endi masalani ko'rinishini, misolni ko'rinishni biroz o'zgartiramiz. Mana bunday ko'rinishga qo'shamiz. Ya'ni bunda ko'paytirish amali ham qo'shildi. O'quvchi deylik, misol ichidagi ko'paytirish amalini qanday qilishni bilmaydi, lekin u qo'shish qoidalarini, ayirish qoidalarini va kara jadvalini yodlagan. Bunda aynan mana shu diqqat markazida turibdi, bizani o'sha markaziy nerv sistemasi uni tekshiradi. Tekshirgan vaqtda xatolik yo'q deb chiqadi. Nega? Chunki qo'shish, ayirish va ko'paytirish amallarini u bilardi. Endi xato uslubda bo'lsa ham yechishni boshlaydi.
avval ko'paytirish amali birinchi kelishini bilmasdan 8 dan 3 ni ayiradi, 5, 2 ko'paytiradi 10, 12 ni qo'shib mana 22 chiqardi. Agar mana shu o'quvchi kitobning orqasidan javobini tekshirmasa yoki unga ustozi xatoligini aytmasa, o'rganish sodir bo'lmaydi. Keyingi masalaga o'tib ketib qoladi. Agar kitobning orqasiga qaradi, javobga qarasa 22 emas ekan. Mana shu xatolik paytida darhol miya favqulodda holat rejimiga o'tib, xatolik signali paydo bo'ladi. Miyamiz o'zi tez o'rganish orqali xatoni qidirishni boshlaydi. Shu vaqtda sabr qilib yordam berib olsangiz bo'ldi, miyani o'zi qiladi qolgan ishni. Xatolikni qidirasiz. Agar o'quvchini o'zi xatolikni topsa, miyada sensatsiya bo'ladi. Juda ham katta dopamin ajraladi, o'zini kashfiyot qilgandek his qiladi. Agar topa olmasa, ustoz aytsa ham foydali bo'lishi mumkin. Endi deylik, ustoz aytdiki, avval ko'paytirish amali bajariladi, keyin qo'shish, keyin ayirish deganda, demak u hisobladi. 3 ga 2 ni ko'paytirib 6, keyin 8 dan 6 ni ayirib 2, 12 qo'shib mana 14 deb chiqargan vaqtida, bilasizmi? Mana shu paytda unda qisman dopamin ajraladi va anu xatolikni topib o'zgartirib qo'yish kerak bo'ladi. Shu o'rinda muhim bir savol. Xo'sh, miyamiz xatolikni o'zgartirdi. Qisqa muddatli xotirada nimani eslab qoladi deb o'ylaysiz? Mana bu 14 nimi? Masala shartinimi? Nimani eslab qoladi? Bu masala sharti ham, bu javob ham miyamizga qiziq emas. Miyamiz odatda faktlarni, qonuniyatlarni, modullarni, qoidalarni eslab qoladi. Aynan masala shartini eslab qolmaydi. Bunda miyamiz eslab qoladigan narsa mana bu avval ko'paytirish amalini bajarar ekanmiz, keyin qo'shish yoki ayirish amali ekan deb eslab qoladi. Bu jarayonda nima yutildi? E'tibor qilsangiz, o'quvchi ham o'rgandi, ham uzoq muddatli xotirasidagi qo'shish va ayirish qoidalari rivojlantirildi. Demak, bundan xulosa chiqadiki, siz dars qilarkansiz, agar dars qilish jarayoningizda xatolik hissi bo'lmasa, demak siz hech narsani o'rganmayapsiz, rivojlanmayapsiz. Xatolik signali bu insonni rivojlanayotganini, o'rganayotganini bildiradigan muhim signal hisoblanadi. Endi siz o'rganish sxemasini, o'rganish formulasini deyarli tushunasiz, lekin uni qanday qilib samaradorroq qilish usullari haqida bilib olishingiz kerak bo'ladi. Keling, shuni tushuntirib bersam. Sxemadagi eng muhim qismi mana bu tez o'rganish qismidir. Bu miyamizning sehrli kuchidir. Agar o'sha qism ishlamasa, demak sizda deyarli umuman o'rganish sodir bo'lmaydi. Chunki bu qismda bizda o'sha nerv hujayralariga avtomatik tarzda bayroqchalar qo'yib qo'yiladi. Agar bayroqchalar qo'yilmasa nima bo'ladi? Siz 10 soat uxlasangiz ham miyangizdagi o'sha qisqa muddatli xotira uzoq muddatli o'tmaydi. Chunki qisqa muddatli xotiradagi hammasi puch bo'ladi. Chunki ular muhim deb qaralmagan bo'ladi. Demak, biz bor imkoniyatimizdan foydalanib, mana shu bayroqchalarni qo'yilishiga yordam berishimiz kerak. Lekin qiziq tomoni, biz unga daxl qila olmaymiz. Buni miyani o'zi qiladi. Unga qo'yilishiga sabab bo'ladigan ba'zi ikkita muhim ishni qilsak bo'ladi. Qarang, birinchisi, ichki xotiradan diqqat markaziga ma'lumot tanlab olinadigan qismini agar samaraliroq qilsak, unga nitroq qo'shadigan bo'lsak, o'sha texnikalardan foydalansak, aynan o'sha sabab bilan bayroqchalar mustahkamroq, ko'proq qo'yilishni boshlaydi. Yoki diqqat markazingizda turgan ma'lumotni xato signaliga aylantirish qismini siz hattoki sun'iy usulda bo'lsa ham xato signallarni hosil qilib bersangiz yoki xato signalni bo'rttirib ko'rsatsangiz, mana bu bayroqchalar ko'payadi. Shu sababli ham aynan mana shu bekatlarda qanday texnikalarni ishlatamiz, shuni bafurja qadam-ba-qadam siz bilan ko'rib chiqamiz. Bundan tashqari mana bu ikkita qismda ham texnikalar bor. Ularni bilish bu formulaning samaradorligini juda ham kuchaytirib yuboradi. Uyquni nima qilib to'g'rilasa bo'ladi? Bir ikkita texnikalarni aytib o'taman va uzoq muddatli xotirani yana ham pishirish uchun nima qilsa bo'ladi? Aynan mana shu qismidagi ba'zi texnikalarni ko'rib chiqamiz. Bularni ko'rarkansiz, siz o'rganish formulasini juda ham katta muvaffaqiyat bilan ishlatishni boshlaysiz. Hozirgi kunda men nimadir o'rganayotgan bo'lsam, agar esimdan chiqib qolsa yoki tushunishga qiynalishni boshladimmi, demak aynan qaysi qismida muammo bo'layotganini aniq bilaman va o'sha qismni shunda tuzatishim bilan o'rganishim tezlashadi. O'sha miyamdagi qiyinchiliklardan darholda xalos bo'laman. O'ylaymanki, sizda ham bu ishlar kuzatiladi. Tayyor bo'lsangiz, birinchi qadamdagi texnikalarni birma-bir sanashga o'tamiz. Mana shu birinchi bekatdagi, ya'ni ichki xotiradan diqqat markaziga bir ma'lumotni tanlab olishdagi diqqat ilm olishdagi eng muhim sirlardan hisoblanadi. Bu savol meni juda ham ko'p qiynagan. Nima uchun? Qadimda ulamolarimiz juda ham qiyin sharoitda yashagan bo'lsa ham samarali ilm ola olgan. Lekin biz sun'iy intellektlar davrida yashamoqdamiz, lekin hech narsani o'rgana olmayapmiz. Bilasizmi? Javobi juda ham oddiy. Biz shunaqa ko'p ma'lumotlar oqimi, toshqini davrida yashamoqdamizki, bizni miyamizdagi
o'sha ishchi xotiramizdagi ma'lumotlar juda ko'pligidan ularni qaysi birini filtrlab diqqat markaziga qo'yishni bilmaymiz. Mana shu joyda tiqin, to'xtash paydo bo'lib qolgan. Agar uni biz samarali qila olsak, albatta ulamolarimizdek samarali ilmlar olishimiz imkoniyati bo'ladi. E'tiboringizni bir ilmiy tadqiqotga qaratmoqchiman. Nemis olimi German ibn Gaussning tadqiqotlariga ko'ra, ilm oladigan talaba dars qilishdan avval diqqatlarini agar jamlamasa, darsdan keyin atigi 20 daqiqadan so'ng o'rgangan ma'lumotlarning 20% unutib yuboradi. 1 soatdan so'ng 58-60%, 1 sutkadan so'ng qariyb 70-80%ni unutib yuborar ekan. Bu juda ham qo'rqinchli statistika. Ekranda ko'rib turgan ushbu diagramma Ibn Gaussning unutish egrisi deb ataladi yoki bilimlar qabristoni deb ataladi. Bilasizmi? Bunga e'tibor qiladigan bo'lsangiz, biz 1 sutkada juda ham ko'p ma'lumot unutayotganimizni guvohi bo'lasiz. Yana bir tadqiqotga e'tiboringizni qaratmoqchiman. Kaliforniya universiteti professori Gloria Markning aytishiga qaraganda, inson agar chalg'isa, yana eski diqqatli holatiga qaytish uchun o'rtacha 23 daqiqa 15 soniya vaqt ketar ekan. Bu nima degani? Dars qilib turgandingiz, bitta telefoningizda bildirishnoma keldi, chalg'idingiz, yana xuddi o'sha holatingizga qaytish uchun taxminan 23 daqiqa kerak bo'lar ekan o'rtachasi. Bu ko'pchilikdan so'rayman, qanaqa dars qilasiz deganimda Pomodoro usulidan foydalanaman deydi. Orada 5 minut tanaffus qiladi, 25 daqiqa dars qiladi. Tasavvur qiling, o'sha tanaffus vaqtida u yaxshigina chalg'idida, darsga o'tirdi. Endi u to o'zini holatiga kelib diqqatini jamlab olguncha 23 minut o'tib ketsa, Pomodoroni o'sha 25 minutlik fokus qiladigan vaqti ham o'tib ketib qoladi. Bu juda ham muhim ma'lumot. Demak, diqqatni dars qilishdan avval jamlash juda ham muhim narsa ekan. Endi shu sababli ham g'arbdagilar nima qiladi? Dars qilishdan avval qisqa va 2-3 daqiqalik meditatsiya qiladi. Biz unaqa qilishimiz shart emas. Qadimda ulamolarimiz qilgan ishni qilishimiz kerak bo'ladi. Bilasizki, agar hattoki tahoratingiz bo'lsa ham, dars uchun alohida tahorat qiling. Tahorat olarkansiz dars uchun deb niyat qiladigan bo'lsangiz, bunda miyangiz avtomatik dars qilishga tayyorgarlik ko'radi. Nafaqat miyangiz, balki tanangizdagi hamma hujayralar dars qilishga tayyorgarlik ko'rishni boshlaydi. Alloh unga savob berishi, ajr berishi alohida masala, lekin miyamiz o'sha mexanizmda ishlashni boshlaydi. Bu diqqatni jamlashdagi birinchi texnika. Hali dars qilishni boshlamadingiz. Keyingi texnika, darsni har doim maxsus xonada qiling. Agar o'zingiz darsxonaga kiradigan bo'lsangiz, kitoblarni oldiga kiradigan bo'lsangiz, miyangiz dars qilishga kirganini bilib, diqqatni o'zi yig'ishni boshlaydi. Lekin yotoqxonada dars qiladigan bo'lsangiz, har safar kravatingizga ko'zingiz tushganda uyqungiz keladi yoki boshqa narsalar sizni chalg'itadi, siz buni sezmaysiz. Va bu chalg'ish sizni o'sha 23 daqiqalik o'zingizga kelishingizga sabab bo'lib qolishi mumkin. Xo'p, keyingi texnika, barcha chalg'ituvchi narsalardan voz keching. Xonangizda saqlamang. Ya'ni ayniqsa telefonga o'xshagan gadjetlarni umuman boshqa xonaga chiqarib qo'ying dars qilishdan avval. Sababi, yuqorida aytganimdek, bitta bildirishnoma kelishi sizni juda ham fokusingizni bo'lib, dars samaradorligingizni keskin kamaytirishi mumkin. Xuddi shuningdek, musiqa eshitib dars qilmang. Ko'pchilikka bu ma'qul kelishi, uyqumni qochiradi, bemalol dars qilaman, meni chalg'itmaydi deb o'ylashingiz mumkin. Bu o'zingizni aldovingizdir. Masalan, shaxsan o'zim hech qachon musiqa eshitib dars qilmayman. Musiqa eshitishingiz mumkin. Agar ichida so'zlari bo'ladigan bo'lsa, bu juda ham xavfli. Chunki har bitta so'zi yangraganda, qulog'ingizga u yetib kelganda sizni chalg'itish ehtimoli kattaroq. Imkon qadar musiqa eshitib dars qilmang. Bu chalg'ituvchi omillardan mutlaqo qutulishingiz bu keyingi texnika edi. Bundan keyingi texnika, albatta dars qilar ekansiz, dars qilishdan oldingi maxsus duolarni va niyatni qilib oling. Bunda bilasizmi, inson juda ham ko'p narsalar yutadi. Duo qilar ekan, miyasi o'sha dars qilishga moslashayotganini his qiladi va duoni agar ixlos bilan qilsa, odamda ishonch paydo bo'ladi. Ya'ni Allohim ilmimni ziyoda qil deyotganda, odam ixlos bilan aytsa, aniq biladiki, ilmim aniq, hozir ziyoda bo'ladi, bu mavzuni o'qisam aniq tushunaman deydi. Miyaga bunaqa ishonch berish o'sha xato signali chiqib qolganda to'xtab qolmaslikka sabab bo'ladi. Va bilib qo'ying, Alloh taolodan bunaqa so'rasangiz, hech qachon sizni tashlab qo'ymaydi. Chunki siz miyangizdagi proseslarni boshqara olmaysiz, lekin ularni har bitta molekula, atomigacha Alloh taolo boshqarib turadi. Bular Allohga juda ham oson. Men buni o'z hayotimda tekshirib ko'rganman. Bilasizmi, bir o'quvchimiz bo'lardi, diqqatini jamlashga qiynalardi, lekin juda ham qobiliyatli o'quvchi edi. U menga kelib aytdiki, ustoz, bilasiz, diqqatimni jamlay olmayman, lekin darsga kirib to o'zimga kelib olgunimcha o'rganishga qiynalyapman. Sinfdoshlarim mendan ancha oldinga o'tib ketyapti deyishdi. Men ularga bir tavsiya berdim. Aytdimki, darsga kirishdan avval, ishga kirishdan avval shunchaki 2-3 daqiqa vaqtingiz ketadi, niyatingizni to'g'rilang, duoingizni qilib oling.
va darsda o'tirar ekansiz, o'sha niyatingizga mos o'quvchi bo'lib o'tiring. Ko'pchilik duo niyat qilgandan keyin niyatiga mos bo'lmaydi, kirib olib telefon ko'radi, o'rtog'i bilan gaplashadi, darsni yaxshi eshitmaydi. U foydali emas. Niyatingizga mos o'quvchi bo'lib o'tiring dedim. Shunda bu ishlarni takrorladi. Taxminan 3 haftadan keyin o'zgarishlar juda keskin bo'lishni boshladi. Tengdoshlariga nisbatan ancha oldinga o'tib ketardi. Nega? Chunki u diqqatini jamlab kirardi, boshqa o'quvchilar darsda chalg'ib 23 minutlik o'sha chalg'ish vaqti bilan pauza bo'lib qolardi va ilm olish chalg'ib ketardi. Bu juda ham katta keysli bo'lgan. O'zim hayotimga bunaqa misollar juda ham ko'plab topiladi. Hammasini aytsak vaqt ketadi. Keyingi texnikaga o'taman. Keyingi texnika bu ustozlarni yaxshi ko'rish va hurmat qilish. Ko'pchilikka bu falsafiy nasihatdek tuyuladi, lekin bu siz o'rganishda hech ham iloji yo'q. Ko'pchilik biladi, ustozlarni yaxshi ko'rsa, hurmat qilsa ilm yuqadi deydi. Bundan tashqari men miyamizni mexanizm bilan bog'lab aytmoqchimanki, ustozni yaxshi ko'rsangiz, hurmat qilsangiz va xafa qilib, ranjitib qo'yishdan qo'rqadigan bo'lsangiz, bilasizmi nima bo'ladi? Siz uyda dars qilar ekansiz, ertaga agar mana shu savolga javob bera olmay qolsam, ustozim mendan ranjib qoladilar degan fikr sizni yaxshiroq o'rganishga undaydi. Hattoki ustozni ko'rishi bilan miyangiz avtomatik tarzda dars qilish rejimiga o'tadi. Shu sababli ham qadimda talab ilmlar aytar ekanki, yo Robbiy, nima qilsang qil, ustozimni aybini, qusurlarini, kamchiliklarini menga ko'rsatma, ustozimni hurmati ko'z oldimda tushib qolmasin deydi. Sababi ustozini har gal ko'rganda orqasidan ergashib yurar ekan, miyasi dars qilish rejimida turadi. Bu juda ham zo'r texnikalar. Men o'ylaymanki, bu dunyodagi eng muhim texnikalar, diqqatni jamlash uchun deb o'ylayman. Keyingi texnikaga o'tamiz. Xo'p, keyingi texnika bu o'sha diqqatimizni jamlashga sabab bo'ladigan eng muhim ilmiy asoslangan texnikalardan bittasi. Biz yuqorida aytdim, ishchi xotiramizda 7 tacha ma'lumot bo'ladi. Ulardan bittasini diqqat markaziga chaqirib olib, uni ustida ishlaymiz, dars qilamiz dedik. Lekin bu har doim emas. O'sha diqqat ishchi xotiramizdagi bittasi eng foydali ma'lumot, qolganlari bekorchi ma'lumotlar degani emas. Qolganlari ham aynan dars qilishingizga taalluqli bo'lgan ma'lumot bo'lishi mumkin. Masalan, kitobni o'qirgansiz, deylik dorivor o'simliklarni yodlashni boshladingiz, zubturum, chakanda, yana bir narsa turibdi, o'simliklar nomi turibdi, taxminan 10 tacha o'simlikning nomi. Bularni har biri bitta ishchi xotirangizni band qiladi. Taxminan 10 tacha ishchi xotirangizni band qilish kerak. Mana shunaqa paytda miyaga kuchli yuklama keladi. Nega? Chunki bizning miyamiz bor yo'g'i 7 tacha ma'lumotni ushlab qoladi, xolos. Qolganlarni qiynaladi. Mana shunaqa paytda miyamiz kuchli yuklama olib, boshimizda og'riqlar paydo bo'lishi mumkin, dars qilgingiz kelmay qolishi mumkin. Mana shuni yechishni oson usullari bor. Keling, buni o'zingizda tekshirib ko'ramiz. Ekranda ko'ringan 10 ta raqamlarni har birini alohida eslab qolishga harakat qiling. Bor yo'q 10 soniya vaqtingiz bor. 10 soniyadan keyin pauza qilib, eslab ko'rishga harakat qiling. Keyin tekshirib olamiz. Xo'p, o'zingizga aytib ko'ring yoki yozib ko'ringchi, nechtasini eslab qoldingiz. Men sizga javoblarni ko'rsataman. Agar hammasini eslab qolgan bo'lsangiz, ishonavering, siz kuchli dars qiluvchi talabalardan birisiz. Lekin siz qoidalarni yana ham bila olishingiz kerak. Xo'p, buni qanaqa eslab qoldingiz? Har birini alohida 1, 9, 0, 2 shunaqa eslab qoldingizmi yoki guruhladingizmi? Ko'pchilik mana bunaqa guruhlaydi. Bu muvaffaqiyat belgisi. 1, 9, 0 deb eslamasdan 190, 72, 01, 37, 8 deb eslaydi. Bu guruhlash. Guruhlaganimdan keyin e'tibor qilsangiz, avval 10 ta raqam bor edi. Ishchi xotiramizda 10 ta qismini band qilib turgan edi, yuklama berib turgan edi. Endi 190 ni alohida ma'lumot, 72 ni alohida ma'lumot, 01 ni alohida ma'lumot deb qaragan uchun miyamizga endi 5 tagina yuklama tushdi. Bundan ham yaxshiroq varianti esa mana bunday guruhlasangiz foydali bo'lishi mumkin. Balki shunaqa guruhlagan bo'lishingiz mumkin. 190, 720, 137, 8. Endi 4 ta qismini band qiladi. Lekin men bundan ham samaraliroq usullardan foydalanaman. Mana shu 4 ta qismini band qilish paytida ularni bitta hikoyaga aylantirib yuborsangiz, endi ular 4 ta qismini ham band qilmaydi. Miyangizni faqat ishchi xotiradagi bir dona qismini band qiladi. Chunki bitta hikoyani miyamiz bitta ma'lumot deb qaraydi. Keling, sodda qilib ko'rsatib beraman. Buni men 1907, 2013 va 78 ko'rinishda bo'lib olaman. Bu 3 ta ma'lumot ko'rinishda bo'ldi. Endi undan hikoya tuzib yuboraman. 1907-yildan 2013-yilgacha 78 ta katta kashfiyot bo'lgan deb hikoya tuzdim. Ko'rdingizmi? Buni siz endi bu videoni ko'rganingizdan keyin taxminan bir hafta o'tgandan keyin ham so'rasam eslab qolasiz. Chunki bunga hikoya tuzildi, miyangizda error signali paydo bo'ldi. Bular hozircha vaqtinchalik xotiraga o'tdi. O'ylaymanki, bu gaplardan keyin uzoq muddatli xotiraga ham o'tadi. Bu juda ham katta ma'lumot bo'ldi. O'ylaymanki, o'zim uchun ham juda ham katta sir bo'lgan. Mnemonikada bunaqa sirlari juda ham ko'p. Bu guruhlash usuli hisoblanadi va ishchi xotiramizni yaxshigina bo'shatib beradi bu texnika. Yuqorida siz bilan 6 ta muhim texnikani sanab o'tdik. Endi xato signalini hosil bo'lishiga taalluqli bo'lgan bir qancha texnikalarni ko'rib o'tamiz. Avvalo, xato signali hosil bo'lyaptimi yoki yo'qmi? Buni siz o'z tanangizda his qiling. Bu shunchaki ilmiy gaplar bo'lib qoladi bo'lmasa. O'z tanangizda his qilish qanday bo'ladi? Masalan, kitob o'qiyapsiz.
mavzuni o'qib ketar ekansiz. Shunchaki o'qib ketayotgan paytingizda odam buni his qilmaydi. His qilish uchun bir dona abzasni o'qing, yaxshilab tushunishga harakat qiling va yopib qo'yingda o'zingizga aytib berishni boshlang. Mana shu aytayotgan paytingizda o'zidan so'rang. Nimani tushundim? Bu joyda nimalar muhim edi? Nimalarni eslab qolishim kerak deb shunchaki so'rang. Bu vaqtda miyangiz tutilib qolishni boshlaydi. Ya'ni butun boshli abzasni mazmunini aytishga qiynaladi. Mana shu qiynalish xatolik signalidir. Yoki qiynalmasdan aytayaptimi, biroz kechikib aytayotgan bo'lsam, o'sha qisman xatolik bo'lib, javob topilib yechilayotganini holati hisoblanadi. Mana shu xatolik bo'ladi. Demak, agar sizda bunday holat bo'lyaptimi, tabriklayman, siz o'rganyapsiz. Agar unday holat bo'lmayotgan bo'lsa, shunchaki kitobni quruqdan quruq o'qib ketayotgan bo'lsangiz, sizda hech qanday o'rganish sodir bo'lmayotganligini alomati bo'ladi. Keyingi texnika, xatoni hosil bo'layotganini sezdingiz, endi uni bo'rttirish kerak. Ilmiy tadqiqotlarga ko'ra, agar hosil bo'layotgan xatoni qanchalik ko'p bo'rttirsangiz, shunchalik kuchliroq ko'p sondagi bayroqchalar qo'yiladi va shu sababli ular uyqu paytida doimiy xotiraga o'tkaziladi. Xo'p, qanaqa qilib bo'rttiramiz degan savol tug'iladi. Deylik, mana shu kitobni o'qigan paytingizda, kitobni yopdingizda abzasni aytib beryapsiz. Aytib berayotganingizda bir narsani eslay olmadingiz. Kitobni ochib, o'sha javobini qaraysiz. Qaraganingizdan keyin baland ovozda o'ziga o'zingiz aytasiz. Ha, mana shu narsani xato qilibman. Yoki marker bilan qizil bilan ustidan belgilab qo'yasiz. Belgilarkansiz yoki baland ovozda aytarkansiz, miyangiz buni bo'rttirish deb hisoblab, bu juda muhim ma'lumot ekan deb o'sha bayroqchalarni qo'yib qo'yadi. Demak, ikkinchi texnika bo'rttirish. Bilib qo'ying. Men qachondir yaxshi o'rgana olmayapmanmi, demak nimadir xato qilyapman deb o'ylayman-da, balkim ba'zan bo'rttirib ko'raman, ba'zan xatolarimni tekshirish boshlayman, shu orqali o'rganish texnikamni tobora rivojlantirib boraveraman. Keyingi texnikaga o'tamiz. Bu texnika ham deb bo'lmaydi, taqiqlangan usullar. Hech qachon bu illyuziyalardan foydalanmang. Ko'pchilik samarali deb o'ylaydigan, lekin juda ham ko'p ilmiy tadqiqotlarda buni xatoligi isbotlangan bir qancha usullar bor. Qayta takroran o'qish. Ko'pchilik o'ylaydi, ba'zi ustozlar ham aytadi, uyga vazifani necha marta o'qiding deb so'raydi. O'quvchi ham 10 marta o'qidim deydi. Lekin bu shunaqa samarasiz usulki, hozir buni ilmiy darajada isbotlab beraman. Bu ilmning o'lishi deb ataladi. Ya'ni deyarli hech narsa o'rganmaysiz. Keling, sxemaga e'tibor qiling. Xo'p, keling, undan oldin jarayonni tasavvur uchun bitta tushuntirib beray. Mana bitta mavzuni o'qib tugatdingiz. Tugatganingizdan keyin o'zi bu mavzuda nimalar o'rgandim dedingizda yopib qo'yib aytib bermayapsiz. Varaqni ochdingiz. Birinchi betga kelib, ko'zingiz bilan ko'ryapsiz. Ha, bu esimda. Bu rostdan shunaqa narsa o'qidim. Bunisi bor edi deb ketyapsiz. Mana shu bilimning o'lishi deyiladi. Nega? Chunki siz hozir mana bu sxemadan ko'rinayotgan qisqa muddatli xotirangizdan chaqiryapsiz ma'lumotni. Ya'ni uzoq muddatli xotiradan emas. Mana bu qismidan chaqiryapsiz va chaqirar ekansiz. Kitobni yopib qo'yib chaqirsangiz foydali, lekin ochib qo'yib chaqirayotganingiz uchun ko'zingiz buni ko'radi. Va miyangiz shunga qarab, ha, buni biladigan ma'lumotim edi deb turib to'g'ridan-to'g'ri javob beradi. Javob bersa eslab javob bermaydi. Ko'rib javob beradi. Ko'rib javob beradi, biladim, bu tanish narsa deganligi uchun sizda darhol xatolik signal o'chib, xatolik muammo yo'q degan signal paydo bo'ladi. Xatolik signali o'chdimi, o'rganish to'xtaydi. Bayroqchalar olib qo'yiladi. Uxlagan paytingizda bular hammasi unutiladi. Xo'sh, nima qilish kerak degan savol tug'iladi. Bunaqa illyuziyalar ko'p. Kimdir kitobni o'sha qayta ko'rib o'qiydi. Kimdir o'sha kitobga muhim joylarni marker bilan belgilaydi. Kimdir esa unga mana bu qismlariga zametkalar qo'yib chiqadi, notlar qo'yib chiqadi, stikerlar qo'yib chiqadi. Yana kimdir kitobga qarab ko'chirib yozadi. Ko'chirib yozish juda ham katta xavflari bor. O'rganishni mutlaqo kesadi. Ya'ni ko'chirib yozar ekansiz, tanish his tuyuladi. Qaraysiz, yozasiz. Ha, buni o'rgandim deb o'ylaysiz. Aslida ko'chirib yozish qanaqa bo'lish kerak? Ya'ni konspekt qilish, ko'chirib emas, eslab yozish juda ham katta foyda keltiradi. Endi men sizga buni asl ko'rinishini tushuntirib beraman. Xo'p, aslida nima qilish kerak? Aktiv recall deyiladi. Aktiv foydali ravishda qayta chaqirish. O'sha qisqa muddatli xotirasidagi ma'lumotni qayta chaqirish orqali o'rganish mumkin. Yuqorida sizga bitta abzasni eslab ayting dedim-ku. Endi nima qilasiz? Deyarli mavzu tugab qoldi. Yopib qo'yib, birinchi abzasda nima edi? Muhim ma'lumotlar bor edi. Ikkinchi abzasda nima muhim ma'lumotlar bor edi deb o'zingizdan bitta so'rab chiqib va hokazo orqaga qaytishingiz mumkin. Yoki siz buni abzaslar sonini, nomerini aniq bilmaganingiz uchun yozib qo'ysangiz bo'ladi. Dorivor o'simliklar bor edi, mana bunaqa qoida bor edi. Faqat mavzuchalarni yozib qo'ysangiz qog'ozchaga, endi o'sha varaqchangizga qarab aytasizki, o'zingizdan o'zi so'rayapsiz. Mana bu nima edi? Bu nima edi? So'rar ekansiz, miyangizdan majburlab chiqarib olinadi. Bilib qo'ying, o'rganish jarayonida input muhim emas, ya'ni ma'lumot kirgizish muhim emas, chiqarib olish muhimdir. Qanchalik ko'p chiqarib olsangiz, shuncha ko'proq o'rganasiz. Kitobga qarab 50 marta o'qigandan ko'ra,
5 marta yopib qo'yib takrorlagan yaxshi deydi ilmiy tadqiqotlar. Yana bir o'rinda aytamanki, ko'pchilik Qur'on yodlovchilar ham va o'sha ilm olish bo'yicha formulalarni qisman bilganim uchun so'raydi. 300 marta takror qilib yodlayapman. Shunga nima deysiz deydi. Yaxshi, lekin bilib qo'ying. Alloh taolo bizni miyamizni shunaqa mo'jizakor qilib yaratganki, siz 300 marta takror qilayotganingizda 300-chisida yodlaysiz. Ya'ni 299-chisida yodlaysiz. Ungacha miya qarab aytaveradi. 299 kelganingizda nima deydi? Hozir bu kitob yopadi, eslab qolishim kerak ekan deydi. O'sha paytda 299-chisida eslab qolasiz. Agar siz 500 marta takror qiladigan bo'lsangiz, 499-chisida eslab qolasiz. Bu aniq fakt. Agar siz shunchaki 10 marta takror qilishga odatlansangiz, tilingizni, miyangizni qiynashni boshlasangiz, 10 martada ham eslab qolish imkoniyatingiz bo'ladi. Shunda yopib qo'yib qarab qayta aytish foydali bo'lishi mumkin. Buni sinab ko'rishingizni tavsiya qilaman. Agar siz o'sha aktiv rekol qilishda bilimni qayta chaqirib olish ko'nikmasiga hali ega bo'lmagan bo'lsangiz, biz sun'iy intellektlar davrida yashamoqdamiz. Claude'da alohida bir ajoyib prompt yozib qo'yganman, u sizga o'rgatadi. Aynan mana shu qonuniyat, o'sha formula asosida sizni imtihon qilib oladi. Buning uchun nima qilasiz? O'sha o'qiyotgan 10 betli mavzungizni 10 ta betini avval yaxshilab o'qib olib, shularni rasmga tushirib, prompt yuborib, rasmlarni yuborganingizdan keyin u sizdan har bitta betini o'zi so'rashni boshlaydi. Paloncha narsada nima deb yozilgan edi, ana qoida qanaqa edi deb so'rashni boshlaydi, sizni imtihon qilib o'rgatadi. Agar izohlarda prompt so'zini yozib qoldirsangiz, men sizga o'sha promptni tashlab beraman. Xo'p, keyingi texnika xato signalidan qo'rqmang deb nomlanadi. Bu men eng yaxshi ko'rgan texnikalardan bittasi. Odatda kitob o'qiganingizda qisman kichkina xatolar chiqib turadi, odam chidab o'qib ketaveradi. Lekin qiyinroq masala yechayotganda, test yechayotganda o'sha masalani yecha olmadimi, juda ham katta ochiqdan ochiq xatolik signali keladi. Mana shunda odam shunda tashlab boshqa ishga o'tib ketadi yoki bu masalani tashlab, qiyinroq ekan, keyin ustozdan so'rab olaman deb keyingisiga o'tadi. Bu juda ham katta xato. Uni qilmaslik kerak. O'sha xato signali chiqdimi, bunda nima sodir bo'ladi o'zi? Xato signal paydo bo'lganda miyamizda ikkita modda ajraladi. Bittasi asetilxolin va noradrenalin. Asetilxolin bilasizmi nima qiladi? U ajralib, mana shu joyda katta xatolik paydo bo'ldi. Miyamiz butun diqqat markazini shu yerga qaratilishini ta'minlasa, noradrenalin bu stress gormoni hisoblanadi. Biz o'zimizni sal tetikroq tuta olishimiz uchun, hushyorroq bo'lishimiz uchun qisman stress gormoni chiqadi. Bu stress gormoni aynan noradrenalin bizga yoqimsizlik hissini beradi. Shu sababli ham odam ozgina stress olgandek bo'ladi-da, shu joyda tashib ketib qoladi. Yoki bunga nisbatan foydaliroq narsa bo'lgan telefonga chalg'iydi. Ya'ni o'zini xayolda foydali bo'lgan telefonga chalg'ib ketadi. Shuna qilmaslik kerak. Nima bo'ladi bilasizmi? Agar sizda xatolik signali hosil bo'lgandan keyin ham chidab o'sha masalaning ustida qancha vaqt o'tirsangiz, shuncha foydali. Shunchaki qarab o'tirish emas. Buni qilib ko'rasiz, bo'lmaydi, mana bunaqa qilib ko'rasiz, mana bunaqa bo'lsa-chi deb o'tiraverasiz. Shunchaki fokusingizni saqlab o'tiring, 4-5 daqiqa o'tiring. Shunda qancha vaqt o'tirsangiz, rapid learning, ya'ni tez o'rganish bosqichi sodir bo'laveradi, unga bayroqcha qo'yaveradi. Agar javob topilib qolsa zo'r bo'ladi, topilmasa ham juda katta foyda olgan bo'lasiz, ko'p ilm olgan bo'lasiz. Men odatda ko'p dars qilmasdim. Xuddi mana shu usuldan foydalanganim uchun tezroq rivojlanganman. Endi qarang, mana shu masalani ustida o'tiribsiz. Bunda ikkita narsa bo'lishi mumkin. Bittasi o'tirdingiz, javob topildi. Topilgan paytda siz xuddi kashfiyot qilgandek juda ham katta dopamin olasiz. Chunki siz hech kimdan so'ramadingiz, na ustozingizdan, faqat o'zingiz topdingiz. Juda ham katta dopamin chiqadi. Miyangizda keskin burilish bo'ladi. Uxlagan paytingizda birinchi bo'lib mana shu neyron tuzatiladi. Chunki juda ham katta dopamin chiqdi. Lekin tasavvur qiling, o'tirdingiz, ishlashga harakat qildingiz, ko'p o'tirdingiz, chiqmadi. Keyingi masalaga o'tsangiz bo'ladi. Mana shunda nima bo'lishi mumkin desa, mo'jiza bo'ladi. Uxlarkansiz, ko'p o'tirganingiz uchun tush ko'rish vaqtida uni ustidan qayta o'sha impulslar o'tadi. Impulslar o'tar ekan, uni xatoligini biladi, hali javob topilmaganini biladi, qanaqa tuzatishni bilmaydi-da, har xil nerv yo'llarini ulab ko'rishni boshlaydi. Va bitta nerv yo'lini ulab ko'rgan paytda javob topilib qoladi. Hech sizda bo'lganmi? Shu yerda qaysidir masalani yechib qo'ygansiz. Uyg'onib ketasiz, evrika deysiz, ya'ni yechib qo'ydim deysiz. Bu o'sha masala ustida ko'proq o'tirganingiz uchun sodir bo'ldi. Yoki agar hattoki tushingizda yecha olmaganingizda ham ertangi kuni yechimlar yoki miyaga ko'p fikrlar kelishni boshlaydi. Shu sababli xatolik chiqsa qo'rqmang va uni ustida qoling. Qanaqa fan bo'lishidan qat'iy nazar bu juda ham katta foyda beradi. Xo'p, keyingi texnika bu o'sha tez o'rganish jarayonini yana ham takomillashtirish, uni super kuchidan foydalanish uchun ishlatiladigan texnika. Qisqa formulachadir. Ko'pchilik xato signal keldi, chidadi, javob topdi-da, bo'ldi, yaxshi ekan deb keyingi masalaga o'tib ketib qoladi. Buni qilmaslik kerak. Yana ham yaxshiroq esda qolishi uchun shu joyda demak degan so'zni qo'shish kerak. Ya'ni o'tirib o'zingizga izohlab berishingiz kerak. Demak, ya'ni xulosalash kerak. Formula qanday? Xato signali, to'g'ri yechim, xulosalash.
xato signali, to'g'ri yechim, xulosalash. Mana shu siklni takrorlayverish kerak. Xato signali keldi, to'g'ri yechim, endi demak deb o'zingizga bir fikr aytishingiz kerak bo'ladi. Mana shu joyda nima bo'ladi bilasizmi? Bir yana alohida mo'jiza bo'ladi. Agar demak deydigan bo'lsangiz, unda o'sha bayroqchalar qo'yilgan hammasi yaxshida. Endi bu ishni xuddi anaqada ish ko'rib chiqilgan dela yopildi deydik, xuddi shunaqa qilib bu ishni miyamiz yopadi. Va buni ishchi xotiradan olib, ishchi xotiradagi o'sha 7 talik stolni bittasini stulni bo'shatadi va yana ham yengil tortasiz. Demak degan xulosa juda ham katta foyda beradi. Xullas, xulosalashni unutmang. Bu juda ham muhim texnika. Xo'p, keyingi texnika bu olimlar aytadiki, o'rganishni yer yuzida shu paytgacha aniqlangan eng samarali texnikasi mana shudir deb aytadi. Shu texnika haqida sizga aytib bermoqchiman. Bu kimgadir tushuntirishdir. Bu o'sha Nobel mukofoti sovrindori Feynman texnologiyasi deb ataladi. U aytadiki, xuddi o'rgangan narsangizni 10 yoshli bolaga tushuntirgandek tushuntiring deydi. Bu haqida ko'p eshitgan bo'lishingiz mumkin. Lekin bilasizmi, bunda miyada qanaqa ishlar sodir bo'ladi? Siz agar o'rgangan narsangizni o'zingiz gapirib bersangiz oson, lekin kimgadir tushuntirayotganda siz so'zlarni marjondek terishingiz kerak bo'ladi. Uni darajasiga tushishingiz kerak bo'ladi. O'sha terayotgan paytingizda noqulaylik tug'iladi, chunki so'zlar kelmay qoladi, ma'lumot kelmay qoladi. Men bu gapni aytsam hozir tushunmay qoladi degan fikrlar keladi. Mana shu fikrlar ketma-ket xato signallarni chiqarganligi sababli sizda nafaqat ilm, sizda o'rgatish modeli hosil bo'ladi. Bu mavzuni boshqacha qamrab, yuqoridan qaraydigan bo'lasiz. Men o'quvchilarimga ko'p aytaman. Sizlar ilm olarkansizlar, siz ilmni o'rmonda ketyapsizda, daraxtga belgi qo'yib ketayotgan odamga o'xshaysiz. Men o'sha mavzuni tepadan turib qarab turaman. Xuddi o'rmonga vertolyotdan qarab turgan odamga o'xshayman. Sababi men bu mavzuni tushuntirganligim uchun keng ko'lamli qamrov hosil qilaman. Tushuntirish mana shunday bir katta narsa beradi. Bilasizmi, bu ekran qarshida sizga turib bu mavzularni tushuntirishimga sabab bo'lgan bir ish bor. Men 8-sinfligimda kimyo fanini o'rganar ekanman. Ustozimga alohida rahmat aytmoqchiman. Ustozim Zoir Eshonqulov Ahmadovich menga mana shu imkoniyatni qilib berganlar. Men o'zim dangiz o'quvchi edim. Agar uyga vazifa bir 300 tacha test masala berib yuborilsa, shundan 10 ta 20 tasini yechardim xolos. To'g'ri, u yechganimda ham juda ham diqqat bilan yechganman. Bitta masalani yechib, keyingisi o'tib ketmasdan, nima xato qildim, nima uchun bunaqa qildim degan savollarni ko'p berardim. Har bir savol ustida bir 10-20 daqiqalab o'qib ketardim. Shu sababli uyga yetsam oxirigacha tugamasdi. Endi shu dangasa holimda ustozim menga zo'r imkoniyat qilib berganlar. Doskaga chiqib, 8-sinfligimda yo'q, paloncha masalani unga tushuntir, bunga tushuntir, bugun yig'ilishim bor, o'rnimga chiqmagan masalani sen o'zing ko'rsatib turdirdilar. O'sha paytda yosh bola holimga ham nutqim shakllangan, ham o'zim yechmagan. Bilasizmi, 300 ta masala berilgan, 10 tasini yechib kelganman, qolgan 290 tasini men yechmaganman. Doskada boshqalarga tushuntirishni boshlagan vaqtimda ham o'zim o'sha joyda birinchi marta yechardim. Ham nutqim rivojlanardi, ham har taraflamada rivojlanish bo'lardi. Va borib 10-sinfga borgan paytimda ustozim shunaqa dedilarki, chaqirib olib, palonchi guruhga bugun mana bu mavzuni o'tib qo'yishing kerak dedilar. Tayyorlanib keldingmi demasdilar. U mavzu menga yangimi, eskimi qiziqmas edi ularga. Dars o'tishga, nazariy mavzu o'tishga kirardim. Ustozim orada kelib so'rardilar. Eshikni ochib mendan emas, o'quvchilardan. Paloncha narsani ham yozdirdimi dedilar. O'quvchi ha dedi. Keyin yana yarim soatdan keyin mana uni ham aytdimi dedilar. Ha deyishardi. Ya'ni men o'shanga tayyorlanardim. Alloh taolo rozi bo'lsin. Aynan mana shu tushuntirish metodi meni juda ham ko'plab o'quvchilar ichidan ajratib olib, xalqaro olimpiadadan yutishimga sabab bo'lgan. Siz ham agar sizga kimdir tushuntirishga imkoniyat bermayotgan bo'lsa, siz tushuntirishga odam toping. Juda topa olmasangiz, yoningizga bir kompyuterizmni yoki kitobingizni o'qib, shunga qarab xuddi 10 yoshli bolaga gapirgandek tushuntirishga harakat qiling. Bu sizda professional o'zgarish olib keladi. Keyingi texnika, umuman xatolik signali hosil bo'layotganini sezmayapsizmi? Vaqtingizni behudaga sarflamang. Siz hech narsa o'rganmayapsiz. Men ko'pchilik o'quvchilarni uyga vazifa qilayotganini kuzatganman. Masalani uyga vazifa ustozga ko'rsatish uchun masalani testni yechib ketyapti. Bittasi A javob chiqdi, shunda belgilaydida, ikkinchisiga o'tadi. Yana ishlaydi, uchinchisini javobi chiqdi, to'rtinchisiga o'tadi. O'ylab ko'rmaydi, xulosa qilmaydi. Xato bo'lyaptimi, yo'qmi o'ylab ko'rilmaydi. Shunchaki yo'qqa ko'chirishadi. Bu juda ham katta xato. Siz bitta masalani ishladingiz. Endi o'zingizdan so'rang. Nima uchun bu ishni qildim? Javob darhol keldimi? Xatolik chiqmayaptimi? Demak, o'rganmayapman deb qo'rqmangda, sal o'zingizni qiynang. Ya'ni xatolik signalini sun'iy hosil qilishga harakat qiling. Buni qanaqa qilasiz? Javob hammasi chiqqan, hammasi joyida. Lekin siz aytasizki, mana bu raqam mamnaqa bo'lib deyilganda nima bo'lardi? Shuncha grammga emas, shuncha grammgacha deb yozilganda masalan qanaqa qiyinlashardi deb turib o'zingizdan bir ikkita savol so'rasangiz, mana shu xatolik chiqmagan masalada ham, xatolik chiqmagan kontekstda ham xatolik hosil bo'ladi va siz sun'iy xatolikni bu joyda kashf qilib yaratib ketasiz. Bu yana o'rganishni
samarali davom etishiga yordam beradi. Xo'p, navbatdagi texnika biz xato signallar haqida gaplashib bo'ldik. Endi uyqu haqida bo'ladi. Uyqu haqida ko'p gapirmayman, chunki bu haqida alohida 1 soatlik video tayyorlaganman. Uni ko'rsangiz hamma narsani tushuna olasiz. Lekin qisqa ma'lumot aytib ketmoqchiman. Siz dars qilayotganingizda uyqudan tejashga harakat qilmang. Uyquni eng foydali vaqtda oling. O'sha 20:00 da uxlang, taxminan 2-3 da uyg'onsangiz ham bo'ladi. Lekin undan kech uxlab, ko'proq dars qilaman deb 2 da, 3 da uxlashdan tiyiling. Chunki bildingiz, uyqusiz bizda o'qiganlarimizda hammasi doimiy xotiraga o'tmaydi. Demak, uyqu ham dars qilishimizning bir bo'lagi deb qarashga odatlansak, juda ham katta manfaat bo'ladi. Agar siz mana o'sha uyqu haqidagi videomni ko'rsangiz tushunib olasiz. Agar 10 da, ya'ni 22:00 da uxlab, soat kechqurun 2 da uyg'onadigan bo'lsangiz, dars qilishga yana ham zo'r vaqt topiladi. O'sha paytda ham dars qilish foydali bo'lishi mumkin. Keyingi texnikaga o'tamiz. Uyqu haqida ko'p gaplashmaymiz. Endi keyingi muhim texnika bu mana yuqorida aytganlarim hammasi bu kitobni birinchi marta o'qishingiz haqida edi. Endi miyangizga o'tkazdingiz, uxladingiz, uyg'ondingiz va u uzoq muddatli xotiraga o'tdi. Lekin hali u pichiq xotira emas. E'tibor qilgan bo'lsangiz, doimiy xotira deyilmagan, uzoq muddatli xotira deyilgan. U qachondir o'chib ketishi mumkin. Shu sababli uni borgan sari pishirib borsangiz, yana ham mustahkamlashadi. Yuqorida ko'rganlarimiz hammasi birinchi marta o'rganayotgan odam uchun asosiy qo'llanma hisoblanadi. Endi siz birinchi marta o'qib bo'ldingiz, o'rgandingiz, qisqa muddatli xotiradan uzoq muddatli xotiraga oldingiz, lekin bu uzoq muddatli xotirada hali pishiq emas, uni takror qilish kerak, uni pishirish kerak. Shu haqida gaplashamiz. Ya'ni uzoq muddatli xotiradagi ma'lumotlar qanaqa qilib pishirish mumkin? Buni qayta chaqirish bilan diqqat markaziga ancha pishirish mumkin. Asosiy yuqorida aytganimizdek birinchi metodi o'sha bir necha kun oldin o'qigan mavzuni kimgadir qayta tushuntirib bersangiz, bu juda katta effekt beradi. Bu texnikadan foydalanishingizni tavsiya qilaman. Demak, mana bu doimiy xotirani kuchaytirish uchun aytilayotgan texnikalarni ketma-ket takrorlaymiz. Keyingi texnika bu aralashtirish metodi deyiladi. Siz uyga vazifa qilar ekansiz, faqat ustozingiz kecha bergan uyga vazifani qilmang. Kecha o'rgangan narsangizni qilmang. Uyga vazifa qilayotgan vaqtingizda undan bir necha kun oldingi mavzulardan ham masalalar bir nechta qo'shilgan bo'lsin yoki test qo'shilgan bo'lsin, shu vaqtda bir qoidadan ikkinchi qoidaga sakrab o'tishingiz sababli sizda miyangizda juda ham katta o'rganishlar va error signallar hosil bo'lib, bu doimiy xotira yana ham mustahkamlanadi. Undan keyingi metod bu takrorlash deb ataladi, takrorlash texnikasi. Bu takrorlash texnikasi ko'pchilikka ma'lum va mashhur texnika. Takrorlasak o'rganamiz deb o'ylashadi, lekin men sizga boshqa sirlarni aytmoqchiman. O'sha German Ebbinghausning nazariyasiga ko'ra unutish diagrammasi bor edi. Aynan shu unutish diagrammasida unutmaslik uchun nima qilish uchun yechim berilgan. E'tibor qilsangiz, takrorlash texnikasi 8 marta intervalli takrorlash orqali yechim topiladi. Ya'ni 8 marta birorta mavzuni qayta takrorlasangiz, sizda unutilmaydigan holatga olib keladi. 8 marta takrorlash degan bugun emas. Ya'ni intervalli ertaga, yana bir necha kundan keyin va necha kundan keyin takror qilib 8-martaga yetganingizda sizda unutilmas kuchli xotiraga aylangan bo'ladi. Keling shuni diagrammada tushuntirib bersam. Diagrammani tushunishga qiynaladiganlar uchun takror kunlari va nechinchi marta takror qilish va qaysi sanalarda, ya'ni nechinchi kunda qilish haqida yozilgan. Diagrammani tushuntirib beraman, qarang. Birinchi kun o'rgandingiz, 100% bilimingiz bor edi va darsdan chiqqaningizdan keyin sekin unutilish boshlandi. Hattoki siz yuqoridagi o'rganish texnologiyalariga rioya qilgan bo'lsangiz ham sekin unutilib ketadi va umuman takror qilmasangiz mana 45 kundan keyin shugina bilimingiz qoladi. Endi tajribali odamlar nima qiladi? Bir kundan keyin yana qayta takror, mana bir kundan keyin birinchi takrorni qildi, bilim yana 100% holatga chiqdi. Agar boshqa takrorlamasangiz, oradan 45 kun o'tgandan keyin avvalgidan ko'ra yaxshiroq bilim sizda saqlanadi. Endi oradan 5 kun o'tdi, 5-kuni siz mana pastda yozib qo'yganman, 4-takrorni qilasiz. 4-takrorni qilganingizdan keyin yana takrorlamasangiz yana kamayib ketadi. 45 kundan keyin mana bu holatga keladi, lekin avvalgidan ancha yaxshi. 12-kunda siz 6-takrorni qilayotgan bo'lishingiz kerak. 6-takrorni qilsangiz bu yoqqa keladi. 25-kunda 8-takrorni qilsangiz doimiylikka chiqa oladi. Ya'ni bilimingiz ancha tepaga chiqadi, endi u unutilmas yoki juda ham uzoq vaqt ketadigan xotiraga aylanib ulgurgan bo'ladi. Yuqorida siz bilan o'rganish formulasini, ya'ni sxemasini va uni rivojlantiradigan, samaradorligini oshiradigan 18 tadan ortiq texnikalarni birma-bir ko'rib chiqdik. Ya'ni bu qanday dars qilish kerak degan savollarga javob topildi. Endi qancha dars qilish kerak degan savolga yuqorida va'da qilganimdek javob aytib ketsam. Bu ikki xil toifadagi odamlarga bo'lishi mumkin. Vaqti kam odamlarga, vaqti ko'p odamlar qanaqa qilib darsni davomiyligini oshirish mumkin degan savolga ham javob beraman. Agar sizda vaqtingiz kam bo'lsa, qanaqa qilib qisqa vaqtda samarali o'rganish mumkin? Bitta narsani unutmang. Men buni juda ham kech anglab yetganman. Har qanaqa mavzuni o'rganyapsizmi, har qanaqa ilmni olyapsizmi, mavzu ikkita qismdan iborat bo'ladi. Bittasi
ya'ni diqqat sarf qilinadigan qism bo'lsa, ikkinchisi qanaqadir yodlanadigan faktlar, qoidalardan iborat bo'lgan mavzuni qismi bo'ladi. Ko'pchilik mana 3 soat fokus qiladigan vaqtim bor. Deylik, men uyga bordim, dars qilmoqchiman. Mana shu 3 soatda bitta mavzuni ham yodlanadigan joyini yodlayman, ham tushunadigan, ya'ni fokus qiladigan joyini tushunishga vaqt sarflasam, bu noto'g'ri ish bo'ladi. Nimaga? Chunki meni o'zi bor yo'g'i fokus qiladigan 3 soatgina vaqtimni qayerdagi yodlash kerak bo'lgan qoidalarga sarflab yubordim. Shuni o'rniga nima qilish kerak? Zo'r qoida aytaman. Siz uyda fokus qiladigan vaqtingizni juda ham avaylang. Chunki fokus qilish, diqqatni bir joyga jamlash bu inson uchun berilgan baxt bu. Bu ne'mat bu. Bundan juda ham unumli foydalanish kerak. Tavsiya: mavzuni yaxshiroq, chuqurroq tushunishga harakat qiling. O'sha uydagi vaqtingizda chuqurroq tushunishga harakat qiling. Yodlash kerak bo'lgan joylarni alohida bir kartochkalarga yoki bloknotga yozib, qisman pishirib qo'ying, yodlamang. Qisman pishirib qo'ying. Lekin tushunadigan qismini professional tushuningki, buni taxminan 1 soatlarda tugatsangiz bo'ladi. 3 soat vaqt sarflash shart emas. Endi siz yodlashingiz kerak bo'lgan qoidalarni, faktlarni siz ko'chada ko'p yurasiz-ku, chunki ishlaysiz. Shu sababli ham bo'sh vaqtingiz yo'q. Siz yurganingizda uni ko'chada yodlashga reja qiling. Ko'chada yodlarkansiz, men aynan shu usuldan foydalanaman. Masalan, asrdan chiqqanimdan keyin ana qoidani 5 marta takrorlab qo'yaman deyman, u bloknotimga yozilgan bo'ladi yoki telefonimda yozilgan bo'ladi. O'sha takrorlaydigan narsani eslab aytib bir takror qilib qo'yaman. Keyin abitlanganimdan keyin mana bu narsani takror qilaman deb o'zimga reja qilgan bo'laman. Ya'ni fokusdan tashqari bo'lgan ishlarni hammasini ko'chada bitirib kelaman, uyda emas. Endi sizni 3 soat vaqtingiz bor edi-ku. Shundan 1 soatini fokuslab o'rgandingiz, keyin qoidalarni yozib, qolganini ko'chada qildingiz. Qolgan 2 soatida yana boshqa narsalarni o'rganish imkoniyatingiz bo'ladi. Ya'ni 1 soat fokuslashga vaqti bo'lgan odamlar ham juda ko'p narsalarni o'rganish imkoniyati bo'ladi. Bu ham professional texnikalardan bittasi. Keyingi texnika, endi vaqti ko'plar uchun qanaqa qilib dars qilish davomiyligini oshirish mumkin. Masalan, 2 soat dars qilayotgan bo'lsa 3 soatga, 4 soatga yoki 10 soatga chiqarish mumkin. Shu haqida aytib bersam. Bir vaqtlar men olimpiadaga tayyorlanayotgan vaqtimda 1 sutkada 22 soatlab, bu rekordim, men har doim 22 soat dars qilmaganman. 22 soatlab dars qilgan vaqtim bo'lgan. Bu o'zimni jazolash uchun qilganman. Ya'ni bir kun uxlab qolganim uchun endi dars qilmasang bo'lmaydi deb jazolaganman. Lekin o'shanaqa dars boshqa qilmaganman. Hozirgi kunda o'sha darsning samarasini bor yo'q 4-5 soatda olyapman. Nimaga? Chunki men u vaqtda o'rganish formasini bilmaganman. Bilasizmi? Balki chalg'igandirman o'sha vaqtda. Keyin chalg'iganimdan keyin diqqatimni sarflash uchun, ya'ni o'zini holatiga qaytarish uchun yuqorida aytib o'tgandek 23 daqiqa kerak bo'ladi. Balki mana shunaqa bir 10 ta chalg'igan bo'lsam, tasavvur qiling, 230 daqiqani men shunchaki yo'qotganman, diqqatimni yo'qotganman. Bu taxminan o'sha 4 soat atrofidagi vaqt. Va boshqa chalg'ishlar bo'lgan. Bundan tashqari men doimiy ravishda aktiv o'rganish usullaridan emas, passiv, kitobga qarab takrorlash bo'lishi mumkin, konspekt qilish bo'lishi mumkin. Shunga o'xshash usullardan foydalangan o'sha payti. Ya'ni 22 soat dars qilganim bilan u qisman samarasizroq ketib qolgan. Xo'sh, 22 soat qanaqa dars qilganimni sizga tushuntirishim foydasiz, lekin uni qanaqa qilib 4-5 soatda samarasini olayotganim o'ylaymanki sizga foydali bo'ladi. Keling, shuni sizga tushuntirib beraman. Ko'pchilikdan so'rayman, qanaqa dars qilgan, qanaqa fokuslagan yaxshi. Ko'pchilik Pomodoro uslubini tavsiya qiladi. Ya'ni sizga tanish usul 25+5, ya'ni 25 minut fokus bilan dars qilasiz, 5 minut dam olasiz. Bu usulda biroz kamchiligi bor. Ishlaydi, masalan, kunlik ishlarga, doimiy odatlangan ishlaringizga yoki yengil o'rganadigan ishlarga ishlab ketaveradi. Sababi har kun takrorlanadigan ishlarni qilayotganda odam zerikib hech narsa o'rganmagani uchun uyqusi kelib qoladi. Mana shu uchun 25 daqiqa fokus qilish bu barqaror fokus, foydali usul. Lekin chuqurroq kirmoqchi bo'lsa, masalani ishlab deep focus qilmoqchi bo'lsa, alfa ritm deyiladi. Alfa ritmga tushib, masalan, chuqurroq o'rganmoqchi bo'lsa, 25 minut yetmay qoladi. Chunki sizda xatolik signali hosil bo'lib, uni javobini topib, qisqa muddatli xotiraga o'tkazishga 20 daqiqa yetmaydi, 25 daqiqa. Ya'ni orada tanaffus qilasiz, keyin 5 daqiqa tanaffus qilgan vaqtingizda Pomodoroda xayolingiz chalg'iydi. Keyin faqat mana shu Pomodoroda ham ehtiyot bo'lish kerak. Xayolingiz chalg'idimi, qaytib kelib o'tirgan vaqtingizda shunaqa kuchli chalg'itib yubormaslik kerak. Ya'ni 5 daqiqa tanaffusda PUBG o'ynamaslik kerak edi. Mana shu qaytib kelgan vaqtingizni o'zingizga kelib olish uchun yana 23 daqiqangiz ketsa, dars qila olmaysiz. Xullas, aytmoqchi bo'lganim, bu yetmaydi. Shunga Stanford universiteti professori Andrew Huberman aytadiki va bir qancha tadqiqotchi olimlar aytadiki, insonlarning miyasi ultradian ritmda ishlaydi. U deep workgacha, ya'ni alfa ritmgacha tushib borish uchun 90 daqiqa kerak bo'ladi deydi. Men aynan shu usuldan foydalanaman. Bunda nima qilasiz? 90 daqiqa fokus bilan uzluksiz dars qilasiz. Dars qilarkansiz, o'sha xato signallar hosil bo'lib boradi va ular tuzatilishga kirishiladi va ular qisqa muddatli xotiraga o'tadi. Faqat 90 daqiqadan oshib ketmasligi kerak. Chunki bir anaqa ultradian ritmi to'xtab qoladi. 90 daqiqa davomida sizni o'sha qisqa muddatli xotirangiz xatolar tuzatilgan ma'lumotlar bilan to'ladi.
yana qilaman siz yo charchaysiz yoki umuman yoqmay qoladi bu yog'iga. Mana shu 90 daqiqada to'xtab 15-20 daqiqalik dam olish kerak. Bu tanaffus. Mana shu tanaffusning qoidalari bor. Bunda men nap qilaman. Ya'ni nap degani qisqa vaqtli uyqu. Yoki o'zi 20 minut uxlamayman, 15 daqiqa uxlayman. Chunki 20 daqiqa uxlasam, u 2 soatlab qotib qolish ehtimolligim bor. Shuning uchun 15 daqiqa uxlayman. 15 daqiqani yotib uxlay olaman bemalol. Boshda qiynalgan vaqtim kursida o'tirib uxlaganman. Ya'ni ko'p uxlab yubormaslik uchun. Bilasizmi, nimalar sodir bo'ladi? Bunda mo'jiza bo'ladi. Men uyqu haqida juda ko'plab kitoblar o'qiganman, ilmiy maqolalar o'qib, hatto uyqu bo'yicha dars qilganman. Unda aytganmanki, odam tush ko'radi. Qachonki bir necha bosqich sikllarni o'tgandan keyin oxirgi sikllari kelgan tush ko'rishni boshlaydi deganman. Lekin men hozir kunda bu formulani foydalanganim uchun bas nima bo'ladi? 15 daqiqa uxlasam hattoki tush ko'raman hozir kunda. Nima uchun? Chunki 90 daqiqa deep focus qildim. Endi 15 daqiqa uxlagan vaqtimda o'sha meni qisqa muddatli xotiram to'lib qolgan. Uni uzoq muddatli xotiraga o'tkazishda ma'lumotlarni o'tkazishni boshlaydi. O'sha vaqtda o'sha nerv yo'llarini ustidan qayta o'tadi. Bu vaqtda odam tush ko'radi. Alg'ov-dalg'ov tushlarni ko'rasiz, lekin ma'lumot o'tadi. Bu mo'jiza bu. Xuddi fleshkadagi ma'lumotlarni kompyuterni o'sha qattiq xotirasiga o'tkazib qo'ygandek. Bu juda ham katta sensatsiya men uchun. Endi 90 daqiqa fokus, 20 daqiqa nap. Bunaqa sikldan 3 marta takrorlayman. Odatda yakshanba kunlari yoki uyda bo'sh qolgan, ishga bormagan kunlari mana shunaqa 3 ta sikldan takrorlayman. Bu 4-5 soat vaqtimni oladi. O'sha 22 soatlik darsimdan ko'ra samaraliroq, foydaliroq bo'ladi. Endi ko'pchilik so'raydi, qanaqa qilib 10 soat dars qilish mumkin? Agar 10 soat dars qilmoqchi bo'lsangiz, hali 10 soat dars qilishga shoshmang. Odamlar ko'p dars qilishga emas, samaraliroq dars qilishga fokus qilish kerak. Chunki insonning umri chegaralangan. Vaqtni samaraliroq narsaga sarflashga o'rganishimiz kerak. 10 soat dars qilmang. 4-5 soat dars qiling. O'sha 22 soatlik darsni men effektini olyapman-ku, siz ham olishga boshlaysiz. Agar undan ham ko'proq effekt kerak bo'ladigan bo'lsa, 3 ta sikl emas, mana shu sikldan 4 ta qiling. Juda katta effekt olishingiz mumkin bo'ladi. O'ylaymanki, qancha vaqt, qanaqa sikllarda dars qilishni tushuntirdim. Endi odatda inson dars qilayotganda uyqusi kelib qoladi, bu tabiiy holat. Lekin menda bu narsa juda ham kam bo'lgan odatda. Sababi o'sha xato signali bor-ku, xato signaldan chiqadigan noradrenalin sizni o'zi uyqungizni bartaraf qiladi. Faqat xato signallarni topa olsangiz bo'ldi. Shunaqa baxt bo'ladiki, siz dars qilib uyqungiz kelmaydi. Har safar kitob o'qiyotganimda ko'z ketib qoladigan odamdan siz kitob o'qib, xato signalni qidiradigan odamga aylanishni boshlaysiz. Lekin shunda ham o'zi uyga charchab kelgansiz, dars qilishingiz kerak. Uyqungizni ochish uchun kofe ichishingiz ehtimoli bor. Mana shu kofe nap haqida sizga tushuntirib bermoqchiman. Bu kimyoviy formulaga asoslangan, ilmiy tadqiqotga asoslangan bir ajoyib kashfiyot. Ko'pchilik kofe ichib o'zini sergaklantirmoqchi bo'ladi, lekin noto'g'ri ichadi. Birinchi qoidani aytaman. Xo'p, kofe qanday ichiladi? O'zi odatda inson nega uyqusi kelib charchab qoladi? Mana charchagan vaqtda dars qilmang, ozgina uxlab olish kerak albatta. Bu charchagan holatni oldini olish uchun ko'pchilik kofe ichadi. Biz qanaqa charchaymiz? Bizda sinapslar bor. Sinapslarimizni ustida adenozin degan charchoq moddalari, molekullar o'tirib oladi. Ular qancha ko'p o'tirishi bilan biz charchoq garmoni kelib uyqumiz kelib qoladi. Xohlasak ham impulslar yaxshi o'tmagani uchun yaxshi dars o'rgana olmaymiz. Hattoki yuqoridagi samarali o'rganish texnikasini qilasizmi, qilmaysizmi, odam o'rgana olmaydi charchoq bo'lib qolganda. O'sha paytda ko'pchilik kofe ichib uyqusini tarqatmoqchi bo'ladi. Bilib qo'ying, o'sha adenozin molekulasi bilan kofe tarkibidagi kofeinning formulasi o'xshashroq. Ya'ni ikkalasi ham mana shu sinapsga o'tira oladi. Siz endi mana shu sinapslarning ustida 10 ta joy bor deb tasavvur qilaylik. 10 ta joydan 8 tasiga adenozin o'tirgan. Siz kofe ichdingiz, kofein molekulasi kelib mana 2 tasiga o'tirdi. Qisman sergak tortishingiz mumkin, lekin mutlaqo emas. Ko'pchilik mana bo'ldi, yaxshi bo'lib ketdi deb o'ylaydi, lekin yoki kofe ta'sir qilmayapti deb o'ylaydi. Mana shu joyda ilmiy terminda kofe nap, ya'ni kofe uyqusi deb ataladigan usul bor. Siz kofe ichib uxlashingiz kerak. Nimaga bilasizmi? 8 tasini charchoq garmoni band qilib turgan edi, 2 tasini kofein band qilib turgan edi. Uxlashingiz bilan charchoq molekullari aytadiki, bo'ldi, uxlatib bo'ldik, endi qaytib ketamiz deydi. Bular charchoq molekullari qaytib ketishi bilan joylar ochiladi, kofeinlar kelib o'tiradi to'liqligicha. Siz 10 daqiqadan keyin qayta uyg'onasiz, bo'ldi. Mutlaqo odatdagidan ko'ra sergakroq, baqotroq, miyangiz yaxshi ishlaydigan holatda uyg'onasiz. 10 daqiqalik kofe nap, ya'ni kofe ichib uxlash texnikasidan foydalansangiz ham bo'ladi. Faqat qoida, kofeni tunda ichmang.
Kofeni kunduzi charchab qolganingizda ichib ozgina 10 daqiqa uxlab olsangiz bo'ladi. Chunki kofe tundagi uyqu rejimini mutlaqo buzib yuboradi. O'sha kofeinlar bu yoqqa o'tirib oladi, charchoq gormoni o'tirmagandan keyin kechasi xohlasangiz ham uxlay olmaydigan bo'lib qolasiz. O'shaning uchun kofein bu yoqdan qachon turib ketadi desa, taxminan 6 soatlarda kofeinni parchalanish muddati bor. O'sha vaqt kelganda bu yerdan ular sekin-sekin yemirilib yo'qolib, o'sha metabolizm bilan chiqib ketgandan keyin adenozin keladi. Sizni butun tungi uyqu rejimingizni buzadi. Shu sababli tundan 6 soat avval ichsangiz bo'lishi mumkin. Xo'p, qadrdonlar, yuqorida siz bilan o'rganish formulasini va uni rivojlantiradigan 20 dan ortiq samarali texnikalarni birma-bir ko'rib chiqdik. Agar tushunmagan bo'lsangiz qayta ko'ring. Chunki bu sarchashma loyihasida e'lon qilinadigan videolar shunchaki ko'ngilochar yoki nasihat ko'rinishidagi videolar emas. Uni darslik sifatida qabul qilishingizni so'ragan bo'lardim. Mana shu video va'da berib aytaman, to'g'ri, mana shu videoni tushuna olishingizga ko'p vaqt sarflashingiz mumkin. Lekin agar buni tushuna olsangiz, o'rganish samaradorligingiz oshib ketganligi sababli bundan keyingi videolarga bunaqa ko'p vaqt sarflamay qo'yasiz. Osonroq tushunishni boshlaysiz. Va sizga foydali bo'lishi uchun mana shu 20 ta texnikani alohida bir monografiya ko'rinishida, foydali qo'llanma ko'rinishida yozamanda, Telegram kanalimda ulashib qo'yaman. Telegram kanalimga o'tib obuna bo'lib qo'ysanglar, foydalanishingiz mumkin bo'ladi. Videoni oxirigacha ko'rganingiz uchun rahmat. Yaqinlaringizga, ilm talabida yurgan do'stlaringizga ulashing. Agar obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna qilib qo'yinglar. Keyingi sonlarda ko'rishguncha salomat bo'ling. Xayr.